shunaqa rasprodaja qildim, Cobaltlar sinib ketdi narxlari. Mehdi aka, pullarni shaqalatib sanayapsizmi? Buyog'iga rasprodaja qilib tashladim-ku, kuniga Cobaltlarni sotib tashyapman. Shunaqa rasprodaja qildim, Cobaltlar sinib ketdi narxlari. Samma pullarni ishlatib tur foydamizni. Men dalshi reklama qilib, narxlarni sindirib parchalayman Cobaltlarni. Ket. Cobaltlarni terib tashladik, kuniga Cobalt sotyapmiz. Stav MCM yangi variant. Boshlanish to'lovi 25% to'lashni 3,367 mingdan. Nima deyapti yangi staylni? Ketdik, keyingi mashinani sindiramiz. Xohlasanglar Midnight, qora, mokr ranglari bor. Boshlanish to'lovi 4200 to'lashni 3,350 mingdan. Mana Midnightlar bor. Sindi Cobaltlar. U valyutnida 3,5 million 3600. Bizda 3,200 million 300 oylik to'lov. Kevuringlar, rasprodaja Cobaltlarni olib ketinglar. Hammanglar kutamiz sergizlar. Bitta pasportga hech qanaqa firma ochilmaydi. Bitta pasportni 12 ta viloyatga. Bodiga ham, Andijonga ham beriladi. Kevuringlar. Bir dənə dayə də tutduq bizə eyləsin.